mentakar qilib ketdingiz. Eshitib o'tirdim eferingizni, eshitib turing. Keyin erta nima dedingizda, odamlaringiz pastda yozyapti, Ditto akamga murojaat qiling desa, u Ditto hech kim emas, oqiydi, ko'kiydi, u valo rashik noto'g'ri gaplar gapirdingiz-da siz. Men shuni oldinda Ditto akamga tashladim. Eshitib turing, Ditto aka dedim, noto'g'ri ketdi dedim. Nima deyapti dedi, davay aloqaga chiq, telefon qilsak telefoningizni olmadingiz. Hech qayerda yo'qsiz. To'xtang dedim, aka dedim, qizi o'tiribdi dedimda, shuni eferini qiziga tashladim. Mana ham aytib o'tiribdi desam, shuni Ditto akam ekran vizib qil dedi, hozir sovg'a boradi dedi. O'rtada Odilxon kirdi. Shuni ketdi, siz gapirgan gapingiz uchun biz bu yoqqa ataka qildik. Bu yoqqa, chunki gapni o'ylab gapirish kerak-da, kim qanaqa, hammani o'zini o'rni bor, hammasi o'zini hurmati bor. Yomon gap gapirdingizda, haliga Ditto akamga o'tib ketdi. Topay desa, boray desa, kelmaysiz, ko'rishmaysiz. Kim bizni nima qildi? O'zingizdan ko'ring dedi. Tirsati yoqqa padarkalar jo'natdik, siz haqida dumizlik killab qoldi. O'tirgan joyingizda padarka jo'natdingiz o'zingizga. Hamma narsa bu bo'lgandan keyin hammasini ko'rib o'tirganmiz. Qadang aka, qadang. Bu yoq chiqyapti-da. Sardorjon, qanday bo'ldi ekan bitta yurakda tillada ushlanyapti-da. Bu qimaga o'zi, bilaman o'zi, aytdi. O'zi qimaga, o'ziga o'zi qoldi bu ham. O'ziga o'zi qoldi bu ham. Jinniga o'xshab o'ziga o'zi men jo'natdim, uyda deb oldi. Aka, bitta narsa ayting. Bilat, qanaqa kunlarda billa bo'lmaganmiz-da bu bilan. Anodan 500 kalik, 100 kalikdan chiqayotganda, to'ylarda, mana anaqa show time'lar qilganimda kelib turib bergan bularni kelish reklamasi 5000, 10 edi o'sha payt. Lekin menga tekinga kelib billa bo'lganmiz. Liboy situatsiyada billa bo'lamiz deganmiz. Lekin bilat, bitta bo'yda bunaqa vaziyat bo'lib turib, to'g'ri o'zim gapimdan noto'g'ri gapirganman. Nima kasal bo'lsam ham aytishim kerak emas, lekin bu jalab hammasini dabivat qilib tashlaganda aka, o'zim osib olmoqchi bo'lganman. O'shanda qarab tur deganman. O'shanda aytganman buni. Hojini efiriga borib, hamma narsani qildi, uyushtirdi, deb o'zida tilla ketib turgansiz. Haligi zapisni multiga tashlashga keyin bu yoqqa yoryorda. O'zingiz qildingiz, 55 million to'layapsiz hozir. Nima kerak bor edi-ki? Aka, sizlarni o'sha 55 millionga azob bo'lib keldim keyin. Sizlarni yo'nalishlaring boy-ku. Sizlarni yo'nalishlaring boy. Aka, meni yo'nalishim aktyorskida. Men obrazga kiraman. Efirga chiqdimda aziz dedim. Bilat dedim, 8-mart onajonlar bayrami dedim. Azizam bitta chiqdi. Sardor dedi. Odilxon nimaga dedi? 10-mart kuni 8-mart deyapti. Timolni oktagonda onajonlar nimani? Ketdi. Endi gap bunaqa bo'lganda, Mahmud aka, do'sti, onalarni mana shu onamga, mana shu bo'yda yutib turib, g'alabasini misol uchun onamga bag'ishlayman degan narsa bo'lgan. Endi Allohning aytgani bo'ldi, biz aytganimiz bo'lmadi. Endi o'sha orada endi miyada yutgandan keyin aytiladigan gaplar qolib ketganda, ana yeyilgan udarlardan keyin o'sha miya ham aynib qolganda, tushunyapsizmi? Nima bo'lsa Ditto aka-da, nima bo'lsa Ditto aka. Buni qo'ying-da, Odilxonni boylarini ko'rsam maza qilaman, rostini aytay. Boyaga ko'tarib chiqayotgan paytda non kabobni ko'raman-ku. Non kabob. Ketdi-da. Mahmud aka, bitta narsa aytaymi? Aka, Sardor aka, eshitdingiz ham? Boya aytdingiz-ku Mahmud aka, ana oktagonliga ko'tarilib bo'ldi. Endi Odilxon ularga kerak emas dedingiz. Endi ularga meni keragim yo'q. Telefon qilsa, yozilsa javob ochilmaydi. Bo'ldi endi. O'zlariga yetarli reklamalar, boshqalar bo'ldi. Laqabim ham non kabob bo'lib ketdi. Men qo'limdan kelgancha misol uchun ular uchun shunaqa qildim, lekin shu o'yindan chiqdim, tushunyapsizmi?